Bu taraflarimiz ham, koridorlarimiz ham hammasi alohida ishlaydi bir-biriga. Bu xonani o'chirganda bu xona sovib qolmaydi. Turbalari hammasi izolyatsiyada kelgan. Koridor отдельный. Bu taraf spalniy. Hozir bu yerda to'kni uzib qo'yishdi. Svet yoqib ko'rsatamiz bu taraflarni. Bu tarafimiz hol. Bitta oshxona, koridor, yana bitta spalniy. Orqasida ikkita sanuzul bor. Sanuzullarimiz ham xudo xolasa tayyor. Stejga quyish jarayoniga tayyor. Bu tarafda kollektorlarni yig'ib qo'ysak, ustalar xudo xolasa stejkalarini quyishadi. Stejga quyish jarayonlarini ham ko'rsatamiz xudo xolasa.